Assalomu alaykum. Barakah dasturxon kanaliga xush kelibsiz. Azizlar, sizlar bilan yana uchrashib turganimdan juda ham xursandman. Bugun sizlar bilan birgalikda kapuchino pirojnisini pishiramiz. Avvalo quruq masalliqlarni aralashtirib olamiz. Quruq masalliqlar deganda unimiz, kakao, razrixitel, iste'mol sodasi bilan aralashtirib bir chekkaga olib qo'yamiz va katta idishga tuxumni chaqib solib, shakar bilan yaxshilab oqarguncha mikserlab olamiz. Mana yaxshilab oqarguncha mikserlagandan keyin kefir bilan o'simlik yog'ini solib, yana yaxshilab aralashtirib olamiz. Keyin esa quruq masalliqlarimizni oz-ozdan solib, yaxshilab mikserlab olamiz. Agar xamiringiz sal suyuqroq bo'lsa, ozgina un qo'shishingiz mumkin. Mana xamirimiz tayyor bo'ldi. Endi uni ikkita teng bo'lakka bo'lib, ikkita idishga solib olamiz va pergament qog'oz to'shalgan idishimizga solib, tekislab, qizib turgan gaz pechida 180 gradusda 20 daqiqadan pishirib olamiz. Mana biskvitlarimizni pishirib oldik, uni sovutishga qo'ydik. Endi esa kremimizni tayyorlab olamiz. Qaymog'imizga varyoniy molokoni qo'shib, yaxshilab aralashtirib olamiz mikserlab. Mana qaymoq bilan varyoniy moloko aralashgandan keyin chiroyli rangdagi krem hosil bo'ladi. O'shaning uchun ham bu pirojnini kapuchino pirojnisi deb atashadi. Mana kremimiz tayyor bo'ldi. Endi esa tayyor bo'lgan, sovib turgan biskvitlarimizni teng ikkiga bo'lib olamiz, har ikkalasini ham. Men hamisha biskvitni kremlashdan oldin sut bilan namlab olaman. Keyin esa kremni surtamiz. Har bir biskvitga krem surib, ketma-ket taxlab chiqamiz va xamirni chetidan chiqqan xamir nimalarini maydalab ustidan chiroyli qilib sepib chiqamiz.
xamir uvoqlarini. Sepib chiqib, mana chiroyli pirojnoy tayyor bo'ldi. Endi esa uni chiroyli qilib kesib, xohlagan mevangiz bilan bezatib, dasturxonga tortsangiz bo'ladi. Men klubnoy bilan bezadim. Mana sizlarga yoqimli ishtaha. Hamisha sog' salomat bo'linglar.